Assalomu alaykum hurmatli akalarim, bugun kunlaring xayrli, barakotli bo'lsin. Akalarim videoga qilinib turgan ishlar bilan qisqacha tanishib o'tib ketamiz. Akamiz Gentra mashinasini olib kelishdi. Gentra mashinalariga 40 talik propan uстановка qilib beryapmiz. Mana taylarini ham shumka qilib, chotka qilib uстановка qilib beryapmiz. O'zini kovrilari ham joyida qoladi. Umuman ko'tarilib ham qolmaydi, propan qo'yilgani bilinmaydi. Bemalol 350 kilometrdan 400 kilometrgacha harakatlanadilar. Oldi qismlarini mana chiroyli qilib montajlarni qilib, original italyanskiy 196 kuchli reduktorlardan qo'yib berdi. Umuman hech chiqmagan reduktor, sifati o'ta yuqori italyanskiy. O'zimiz ham shu reduktorda yuramiz. Italyanskiy shilinlar bilan, original shilinlar bilan yaxshi farsunkalarni qo'yib, 2 yil garantiyali blok upravleniyalarimizni joylantirib berdi akalar. Bu akamiz benzindan zerikib ketdilar, sababi benzinlar juda qimmat. Gentralar bilasizlar 17-18 ta rasxod qiladi akalar. Hozir akamiz endi 17-18 dan propandan rasxod qiladilar. Propan narxi 5900 so'm, 92 benzinda narxi akalar 11,5 mingdan 12 minggacha. Sizlar ham bemalol olib kelsalaring akalar, sizlarga ham chiroyli qilib propan uстановка qilib beramiz. Har 10 ming kilometrda akalar qo'ygan propan uстановкалarining pulini polностью qoplab yuboradi. Qilgan ekonomikalar 1 yilda 22 million tejab qolasiz. Hoji aka, to'g'ri kiloning biz sizga chiroyli qilib propanlar o'rnashtirib beramiz. Bunaqa 40 talik bilan. Aka, orqasida umuman bilinmaydi. Ortiqcha yuk ham bo'lmaydi. Buni kilogrammi 20 kilo. Betandaqanga og'ir emas. Biz bemalol tortimni olib kelavering. Biz sizga chiroyli qilib propan uстановка qilib beramiz. Manzilimiz akalar G'ish ko'prikdan Chorsiga ketorishdi. Muzikantlik shkolaga yetmasdan 10 qo'lda taroqchilik ko'chani boshida propanlarimiz boshqa razmerlari ham bor. Kesalaring 65 talik, 50 talik zapaskiga hamma mashinalarga razmerlar bor. Bemalol tortimni kelaveringlar. Biz sizlarga original zapchastlar bilan 2 yil kafolat berib propan uстановка qilib beramiz akajon.